kalimasini ma'nosi. Allohga qasamki, agar men o'zim azon aytgan paytimda masalan ashhadu an la ilaha illalloh deya ohangga e'tibor bersam, hech ham ichim bunaqa g'ulg'ulaga kelib, bunaqa hayajon bo'lmaydi. Illa u ohang o'zini yo'lda davom etaveradi. Illa ma'noni Allohu akbar, bilasizmi? Allohning buyukligiga, Allohning buyukligini butun vujudingiz bilan, avvalambor qalbingiz bilan his qilib aytadigan bo'lsangiz, unga hatto ohang olib kelmasangiz ham u go'zal bo'lib ketaveradi. Azonni birdan bir siri uni ichidagi ma'nolaridir. U yerda Allohning buyukligini bilishlikdir. Va Allohning ulug'ligi, azizligi, robligi, ilohligiga guvohlik berishlikdir. Siz ayta olayapsiz, siz shu tilingiz bilan Alloh sizni qodir qilyapti, ashhadu deyapsiz. Men guvohlik beramanki, u Allohdan boshqa bir zot, Alloh Xudo yo'qdir, illo u bordir deya siz qodir bo'lyapsiz. Agar siz buni bilsangiz edi, Allohning huzurida qanday mezonda turadi? Va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Shunday qavmlar bo'ladi. Rasulullohning borligini bilmaydi, bo'lganligini bilmaydi, o'tib ketadi. Qiyomat kunida, payg'ambar kelgan ekan deb hasratlanib qoladi. Siz u zotning ummatdansiz. Siz muazzin bo'lib u zotni namozlarda, ibodatlarda tasdiqlagansiz. Siz Allohga chaqirgansiz, hayya alas solah deya, namozga chaqirgansiz. Siz najotga chaqirgansiz. Bu so'zlarning o'zini o'ylashligingiz yoki bilishligingiz, azon aytayotgan paytda hayya alas solah deya namozga chaqiryapman sizlarni. Allohning bir marhamatiga keling deya vujudda, qalbda buni his qilishingiz kerak. Hayya alal falah. Qalban buni his qilishingiz kerak. Hayya alal falah. Bu lazzat shunday bir huzur halovatki, bundan tepa huzur halovat, bundan tepa lazzat yo'q dunyoda. Yo'q bu dunyoda. Bu lazzatni jannatga olib